Bu serialni birinchi fasli original Britaniyada olingan serialdan kopirovka bo'lib qolgan, ya'ni nusxalash bo'lib qolgan. Hamma narsasi nusxa olingan va britanlarning qo'polroq hazillari ham ko'chib ketgan amerikanskiy versiyasiga. Lekin ikkinchi sezondan boshlab alohida ssenaristlar o'tirib, alohida bu serialni ustidan ishlashgan va juda ham zo'r, juda ham qiziq voqealarni ko'rsatib berishgan, ya'ni personajlarni ulg'ayishi, personajlarni bir-biri bilan взаимодействияsi o'zgargan. Bularning hammasi juda ham chiroyli, juda ham qiziqarli. Shunday ekan o'rtoqlar, birinchi sezonni ko'rgan bo'lsangiz, ozgina bir g'alatiroq bo'lib tuyulgan bo'lsa, sabr qilinglar, ikkinchi sezonni ko'ringlar. Mana shu ikkinchi sezondan qiziq narsalar boshlanadi. Eng zo'r seriyalar mana shu ikkinchi sezondan boshlangan. Obuna bo'lishni tavsiya qilaman, o'tib qo'yinglar. O'rtoqlar aytgancha, bizda faqat Telegram guruh emas, platforma ham bor. Bu o'sha platformadan sotib olib tomosha qilinglar o'rtoqlar. Uni bekorga ochib qo'ymaganmiz.